Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, jurnalistlar har bir soha haqida ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qiladilar. Aynan bugun bayram munosabati bilan jurnalistlar ijoddan tashqari holda voleybol musobaqalarida ishtirok etdilar. Aynan ushbu musobaqada Buxoro teleradio kanali davlat muassasasi xodimlari ishtirok etishdi, ya'ni voleybol sport turi bo'yicha o'zlarining salohiyatlarini yoki bo'lmasa sportda qanday kuchga ega ekanliklarini sinovdan o'tkazishdi. Bu jarayon juda ham qizg'in bo'ldi. To'g'risini aytsam, aynan bu musobaqada men ham ishtirok etdim. Sport bilan shug'ullanish insonga chindan ham tetiklik baxsh etishini o'yin davomida o'zimda his etdim. Juda ham qizg'in ruhda o'tdi. Aynan mana shunday jarayondan ajoyib lavha tayyorlagan. Bu lavhani esa hamkasbimiz Baxtiyor Salomov tayyorlaganlar. Keskin va murosasiz kechgan bahslar haqida, demak, hozirgi lavhamizda tomosha qilasiz. 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Buxoro shahridagi Yoshlik sport majmuasi navbatdagi quvonchli tadbirga mezbonlik qildi. Bu yerda Buxoro teleradio kanalining ijodiy va texnik jamoasi o'rtasida voleybol bo'yicha sport musobaqasi tashkil etildi. Sohada faoliyat yuritayotgan ijodiy rahbarlar, muxbirlar, tasvirchilar, montaj ustalari va boshqa mutaxassislar sport maydonida 4 ta jamoaga bo'lingan holda kuch sinashdi. Har bir uchrashuv jonli va murosasiz bahslarga boy tarzda o'tdi. Musobaqaning asosiy maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, mehnat jamoasi orasida do'stlik va hamjihatlik ruhini mustahkamlashdan iborat bo'ldi.